Güzeli nispette koyun bütün varlıklar buydu olanlar Rabbisi. Hamma jonli jonivorga rizq yetkazib bergan Allohimga hamdu sanolarimiz bo'lsin. Allohim mana shunday ummatlarga mana shu Peygamberimiz ahir zaman Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de salavatı selamlarımız bo'lsin. Mana shu ahli jamoatlarga hammasi imora yurtlarimizga bardavom umr, farovon hayot hammalaringda hayotlaring farovon bo'lib o'tib har kunlaring mana shu kunimizdek bo'laversin ilohim. Amin. Mana shu o'g'limga ham ilohim bizni chetlarga boshlab aqlganiga qo'shaqarim. Hamisha zurriyatlari qoriyu qoriyalardan chiqsin ilohim. Hammamizni mana shunday Allohim shu joylarga yetkazdirganiga ming bor hazar shukrlar bo'lsin Allohim. Yetkazganiga shukr qilamiz. Rahmat. Bizga kirgan jodinlar dod kelavering. Qabul qilsin, yana oxiri bo'lmasin, yana qayta kelishliklarni Alloh nasib qilsin Allohim. Yurtlarimiz tinch bo'lsin, osmonlarimiz musaffo bo'lsin Allohim. Safarlarimiz bexatar bo'lsin Allohim. Hamisha mana shu nimalarimizda ham yurtlarimizda ham kelmaganlar qolmay hammasi kelib ko'zlari bilan ko'rishlikda Alloh nasib qilsin Allohim. Hammasi ko'rgan Ramazonda kelishdi Allohim hammamizga nasib qilsin. ko'rgan boshqa ekan Alloh. Rahmat.